Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun sizlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Vatan va xalq haqida o'ylar kitobi haqida ma'lumot beramiz. Ushbu asar vatanga muhabbat, xalq manfaatlari, yurt taraqqiyoti va ma'naviy qadriyatlar haqida chuqur fikrlarni o'z ichiga olgan. Kitobda muallifning turli yillarda bildirgan mulohazalari, nutqlari va qarashlari jamlangan bo'lib, unda mamlakatimiz taraqqiyotining muhim yo'nalishlari yoritib berilgan. Asarning asosiy g'oyasi xalq manfaatlarini ta'minlash, inson qadrini ulug'lash va vatan ravnaqi uchun mas'uliyat bilan xizmat qilishdir. Kitobda yurtimizning buguni va kelajagi, jamiyat hayotida ma'naviyatning o'rni, yosh avlod tarbiyasi hamda milliy qadriyatlarni asrab-avaylash masalalariga alohida e'tibor berilgan. Muallif vatan taraqqiyoti har bir fuqaroning bilimli, fidoyi va mas'uliyatli bo'lishiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, kitobda xalq bilan muloqot qilish, odamlarning muammolarini tinglash va ularni hal etish davlat boshqaruvining eng muhim tamoyillaridan biri sifatida ko'rsatiladi. Asarda yoshlar masalasiga ham katta o'rin berilgan. Yoshlarning zamonaviy bilim va kasb-hunar egallashi, ma'naviy barkamol bo'lib voyaga yetishi, mamlakat kelajagining mustahkam poydevori ekanligi alohida qayd etiladi. Kitob o'quvchini vatanga sadoqatli bo'lishga, xalq manfaatlarini qadrlashga va jamiyat rivojiga o'z hissasini qo'shishga undaydi. Vatan va xalq haqida o'ylar nafaqat siyosiy va ijtimoiy fikrlar to'plami, balki ma'naviy ma'rifiy ahamiyatga ega asar hamdir. Undagi g'oyalar kitobxonni yurt taqdiri haqida mushohada yuritishga, o'z oldiga yuksak maqsadlar qo'yishga va vatan ravnaqi yo'lida faol bo'lishga chorlaydi. Xulosa qilib aytganda, ushbu kitob vatan, xalq va inson qadrini ulug'lovchi, ma'naviy tafakkurni boyituvchi muhim asarlardan biridir. Uni o'qish orqali har bir kitobxon yurtimiz taraqqiyoti, milliy qadriyatlar va fuqarolik mas'uliyati haqida yanada kengroq tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Vatan ravnaqi, xalq farovonligi va inson qadrini yuksaltirish yo'lidagi ezgu g'oyalar har birimiz uchun muhim hayotiy dastur bo'lib xizmat qiladi. Hayotda yuksak marralarga erishgan insonlarning barchasida bir umumiy fazilat bor. Ular ko'p kitob o'qishgan, har kuni mutolaa qilishgan. Kitob ularning bir umrlik dono va sadoqatli do'sti bo'lgan.